Bismillahirrohmanirrohim. Amama Fir'avnning oldida. وجاء موسى وهارون إلى فرعون وقاما في مجلسه يدعوانه إلى الله. Musa va Harun Fir'avnning oldiga keldi va uning majlisida uni Allohga da'vat qilib turishdi. وغضب الجبار من جراءة موسى وقال في علو وكبر. Va zolim Musoni jur'atidan g'azablandi va tepalikda va kibrda, ya'ni baland ketib va kibr qilib aytdiki: "Man takunu ayyuha shab hatta taquma fi majlisi wa ta'izuni." Ey yigit, meni majlisimda turib va menga va'z nasihat qilishliging uchun kim bo'lib qolsan dedi. Alasta zalika al-ghulam alladhi iltaqatnahu min al-bahri. Ana uni dengizdan biz olgan ana u yigit emassanmi dedi. Alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin. Yosh bolaliging chog'ingda bizni ichimizda seni tarbiya qilmaganmizmi? Va labista fina min umrika sinin, va bizni ichimizda umringdan bir necha yillar turding-ku. Va fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin. Va sen nonko'rlardan bo'lgan holatda qilgan ishingni qilding-ku. Va lam yaghdab Musa va lam yakzib va lam yajhad va lam ya'tadir bal ajaba fi sarahatin wa waqarin. Musa g'azablanmadi, yolg'on ham gapirmadi, inkor ham qilmadi, uzr ham so'ramadi, balki ochiqcha va xotirjamlikda javob berdiki: "Qala fa'altuha idha wa ana min ad-dallin." O'sha payt bilmagan holatimda va ana min ad-dallin, bilmagan holatimda uni qilib qo'ydim. Fa farartu minkum lamma khiftukum. Va qachonki sizlardan qo'rqqanimda sizlardan qochib ketdim. Fa wahaba li robbi hukman wa ja'alani min al-mursalin. Va Robbim menga hukmni berdi va meni payg'ambarlardan qildi. Va qala Musa, va Musa aytdiki: "Innaka ya Fir'aun tamunnu alayya bit-tarbiyati walakin la tanzuru limadha waqa'tu bi yadika va kayfa amkanaka an turabbiyani." Va Musa aytdiki: "Sen ey Fir'aun menga tarbiya berishlik bilan minnat qilasan, lekin nima uchun seni qo'lingga tushib qolganligimga va qanday menga tarbiya berish imkoni bo'lganligiga qaramaysan. Innaka law lam ta'mur biqatli al-atfali lama alqatni ummi fi an-nili wa ma waqa'tu bi yadika." Sen agar chaqaloqlarni o'ldirishlikka buyurmaganingda edi, onam meni Nil daryosiga uloqtirmagan bo'lar edi. Va ma waqa'tu bi yadika, va qo'lingga tushmagan bo'lar edim. Va hal hadhihi ni'matun tu'addu va tuzkaru fi janbi zulmika va qasawatika. Mana bu zulming va qattiqqo'lliging yonida zikr qilinadigan va hisoblanadigan ne'matmi? Ya'ni mana shundaqa zulm qilyapsan-u, endi mana bu bir tarbiya qilib qo'yganliging mana shu zulm oldida yonma-yon zikr qilinishligi to'g'ri bo'ladimi deyapti. Innaka amalta qawmi kullahum muamalatal hamiri va dawabi. Sen qavmimni barchasiga eshakka va hayvonga qiladigan muomalani qilding. Va kunta tazjuruhum zajral kilab, va ularni itlarni zajr qilgandek zajr qilar eding, ya'ni ularni haydagandek haydar eding. Va kunta tasumuhum su'al azab, va ularni qattiq azobga, yomon azobga duchor qilar eding. Fa ayyu fadlin laka idza kafalta tiflan minhum. Endi agar ulardan bir dona chaqaloqni o'z kafilligingga olsang, senga qanaqa fazilat bo'lsin? Va zalika aydan an jahlin va xatoin. Mana bu bo'lsa ham jaholat, ya'ni bilmaslik va xato ustida bo'ldi. Shuncha azob qilib, Bani Isroilga shuncha azob qilib, endi ularni ichidan bitta bolani asrab olgan bo'lsang, shu bolani asraganda ham adashib asrab olgan bo'lsang, mana shuni qanday minnat qilasan deb Musa alayhisalom aytadi. Tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Isroil. Mana bu sen minnat qilayotgan ne'mat, ya'ni menga minnat qilayotgan ne'mat, u Bani Isroilni qul qilganligingdan u, ya'ni mana shu sababi deyapti. Sen mana shu ne'matni minnat qilayotganliging sababi o'zi Bani Isroilni qul qilganliging edi-yu. Bani Isroilni qul qilding, keyin mana shu ne'mat hosil bo'ldi-yu deyapti.